topish tutishi o'rtacha bo'lgan oila, farzandlari bilan ovora bo'lgan, ularni tarbiyasi, ularni kirini yuvgan, katta bir joyini tozalagan bir odam qiynalib turib Instagramga bitta kirsa-da, bittasi haligi dengizlarni bo'yida hali kokteyllarni, mevalar bilan sevgan yori bilan bir yugurib yurgan videolarni ko'rsatsa, to'g'ri bir safar ta'sir qilmas, ikki safar ta'sir qilmas, oxiri odam menda qachon degan narsa paydo bo'lib qoladi deb. Men aytmoqchi edimki, mana shunaqa opa-singillarimizga, bizani yaqin mana shu jigarliday bir vatandoshlarimizga ishonmanglar. Azizlar, bu yolg'on. Qolaverdi. O'shalarni men juda ko'pini taniyman, Lazi. To'g'ri. Ular internetda baxtli. Sizlar ulardan baxtlisizlar. Shular sizdan-da baxtsiz. Chunki tugagan joyda bo'ldi, dard boshlanadi, muammo boshlanadi. Chunki men aytamanki, baxtli inson baxtini ko'rsatish uchun vaqti bo'lmaydi. Uni u har bir daqiqadan unumli foydalanadi. Uni videoga olishga bu faqat maqtanish. Ishoninglar, ularning yarmidan ko'pi kredit, prakat, yolg'on. U mana shu narsalarni aytish kerak edi kimdir. Mana biz bugun aytaylik, mayli kimdir bizani